Men tavsiya qiladigan 3 ta kitob. Birinchisi Imom Zarnujiy hazratlarining Ilm olish sirlari kitoblari. Siz til o'rganasizmi, kasb o'rganasizmi, biron bir joyda o'qishni boshlaysizmi? Ilm olish sirlari kitobini o'qing. Hech bo'lmaganda 3 marta o'qib chiqishingiz kerak qayta-qayta. Va mana shundagi amallarni bajarsangiz, sizni ilm olishingiz tezlashadi, osonlashadi. Hattoki siz onlayn kurs o'qiyotgan bo'lsangiz ham yoki offlayn borib o'rganayotgan bo'lsangiz ham, kurslardan maksimal foyda olishingiz uchun, hattoki kitobni o'qish uchun ham ilm olish sirlarini o'qishni men tavsiya qilaman. Biror bir kitobni siz o'qiysiz, undan foydalanmoqchisiz. Foyda olish uchun ham albatta ilm olish sirlarini birinchi o'qishni tavsiya qilaman. Ikkinchi kitob Diqqat kitobi, Kel Nyuportniki. Aynan hozirgi zamonda diqqatimiz ko'p chalg'iyotgan bir paytda shu kitobdagi tavsiyalar bizni diqqatimizni bir necha barobar kuchaytirish, bu orqali xotiramizni va miyamizni rivojlantirish yo'l yo'riqlarini ko'rsatadi. Uchinchisi Atom odatlari kitobi. Siz hayotda o'zingizga rejalarni qo'yasiz, bajarishni boshlaysiz. Vaqtingiz bor, lekin o'zingiz o'ylagan ishlarni bajara olmaysiz. Qisman bajarasiz, boshqa narsaga chalg'iysiz yoki bajarishni xohlamaysiz yoki kuchingiz yetmaydi. Hayotda orqaga qaragan vaqtingizni sezasizki, bir qancha vaqtni yo'qotdingiz. Lekin ko'zlangan maqsadga erishganingiz yo'q. O'zingiz harakat qilishga imkoniyatingiz bo'la turib ham ishlarni bajarmagan bo'lasiz. Biroz dangasalik, biroz chalg'ish va hokazo. Mana shunday paytda aynan Atom odatlari kitobidagi tavsiyalarni bajarish orqali siz maqsadlaringizga erishishingiz, o'zingizni qo'lingizda bo'lgan amallarni bajarishingiz osonlashadi. Hozirgi kunda o'zim o'qiyotgan kitob esa Chaldinining Ta'sir psixologiyasi kitobi. Zo'r kitob, olishni, o'qishni tavsiya qilaman. Va yana bir gap, agar siz bu kitoblarni olgan, o'qigan bo'lsangiz, hech narsani bajarmagan bo'lsangiz, maslahatim kitoblaringizni oling-da sovg'a qilib yuboring. Hozirgi paytda sizga kitob o'qish zararli. Bilib qo'ying, kitob o'qish zararli bo'ladi agar siz hech narsa bajarmasangiz yoki kam bajarsangiz. Ma'lumotni oldingizmi, uni ishlatishingiz kerak. Umar ibn Hattob hazratlarining hikmatli gaplari bor. Agar ilm sizga foyda keltirmasa, u sizga zarar keltiradi. Demak, bilimni oldingizmi, ishlating. Ilmni o'rgandingizmi, ishlating, mustahkamlang. Ishlaydigan ilmni oling. Shunaqa insonlarni ko'rganmisiz? Qo'lida doimiy kitob bor, doimiy o'qib o'tiradi. Atrofda nima bo'layotganini sezmay qoladi. Chaqirsangiz ham hattoki eshitmay qoladi. Hayolat olamida yuradi va qilgan rejalar hayotga amalga oshmaydi. Kitobiy fikrlaydi deyiladi, kitobiy fikrlaydi, hayotga amalga oshira olmaydi. Nimaga bunaqa bo'ladi deyilsa, birinchisi, kitob boshqa hududdagi boshqa insonga tegishli. Ikkinchisi, kitob yo'l yo'riqni ko'rsatadi. Lekin bitta asosiy hikmatli gap bor. Ketma-ket siz harakat qilasiz, yiqilasiz, turasiz, yiqilasiz, turasiz, yiqilasiz, yurasiz. Yurasiz demak yugurasiz. Kitob o'qib turib, hech qachon siz darrov natijaga erisha olmaysiz. Lekin kitob o'qimasdan turib harakat qilsangiz natijaga erishishingiz mumkin. Bunda ko'proq qoqilasiz. Maslahatim, kitobni o'qib, harakatni boshlang. Mana shunda siz kamroq yiqilasiz, baribir yiqilish bo'ladi va kamroq zarar ko'rish orqali tezroq natijaga erishasiz. Miyamiz xuddiki ekinzorga o'xshaydi. Undagi foydali insonlar bilan gaplashib yoki foydali ma'lumotlar bor kitoblarni o'qib, u ekinzorimizga foydali urug'larni ekishimiz kerak. Undan o'sib chiqqan mevalardan esa hayotimizda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan Tohirjon Tursunov bo'ldi. Salomat bo'ling.